Bu ideya menga yoqib qoldi. Agar sizga ham yoqsa, like bosib, sahifamga obuna bo'lishni unutmang. To'liq retseptni video tagida yozib qoldiraman. Nachinkasi uchun xolasili banan, xolasili qulpinoy, xolasili malinadan foydalansanglar ham bo'ladi. Faqat bolalar, o'zimiz ham maza qilib yeydigan shirinlik bo'lar ekan. Idishga tuxum hamda shakarni solib aralashtirib, sut, o'simlik yog'i, birozgina asalni solib aralashtiramiz va un hamda razriqli silni solib, suyuqqina massani tayyorlab olamiz. Qattiq qizib ketmagan tovaga qo'yamiz va ko'rsatilgandek qilib pishirib olamiz. Bir tarafi qip-qizil, bir tarafi esa oppoqqina teshik-teshik bo'lib chiqadi. 100% pishib chiqadi, ko'rsanglar bo'ladi. O'rtasiga shokolad pastasi, ustidan esa xohishga ko'ra mevalardan solamiz. Etlarni bukamiz, shunaqa o'zi osongina yopishib oladi. Shirinligimiz tayyor, shirinligimiz yoniga trenddagi taomlardan birini tayyorlab tortamiz. Bu taom uchun chikbon tovuq go'shti mahsulotlarini olib, o'rtacha qizib turgan yog'imizda 5-6 daqiqa davomida qovurib tayyorlab olamiz. Sous uchun esa mayonez, ketchup, mayda to'g'ralgan piyoz hamda sho'rbodiringdan foydalandim. Tayyor pita xamirlarini olib, o'rtasiga ayamasdan sousdan surtib, ustidan iceberg, xrustyashli tovuqlarimizni joylab, ketidan pomidor hamda bodringni ayamasdan solamiz. Eng ustki qismiga sousni joylab, ko'rsatilgandek qilib yopib, har ikkala tarafini tovada, yog'siz tovada qovurib olamiz. Bir zumda mazali taom tayyor. Yoqib yoqqan bo'lsa, notirangizni duo qilishni unutmang.